Amerika ko'chalaridan bir paytlar bitta ovoz uyg'onadi. V8 motorining g'azabli simfoniyasi. Amerikaning revolyutsiyasi Mustang. 60-yillarda Amerikada yoshlar ko'payib ketdi. Ko'pchilik yoshlar sport ko'rinishidagi tez, lekin arzon mashina xohlardi. Shu payt Ford Motor kompaniya ichida bir loyiha paydo bo'ldi. 64-yilda esa Mustang tug'ildi. Mashinada uzun kapot, qisqa orqa qism, sport dizayn bilan juda boshqacha ko'rinardi. Mustang chiqishi bilan Amerikada sensatsiya boshlandi. Birinchi kunda yo'q 22 millionga sotildi. Bir yilda esa 418 mingta sotilgan. Bu o'sha paytda avtomobil tarixida rekord edi. Nega Mustang? Bu nom Amerika yovvoyi otlarida, ya'ni Mustangdan olingan. 60-70-yillarda Mustang filmlarda, poygalarda yoshlar orasida juda ham mashhur bo'lgan. Bugungacha 10 milliondan ortiq Mustang ishlab chiqarilgan. Mustang bu shunchaki mashina emas, u Amerika avtomobil madaniyatini o'zgartirgan model. Mustangning aynan qaysi model hozirgacha mashhur? Bilsangiz kommentariyada yozib qoldiring.